yakka liderdagi tartibda biz nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Asosan novdalar erkinligi, quyosh batamom tushib turishi va undan biz nima olishliklarni mana o'zingiz videomiz davomida isbotini ko'ryapsiz. Avgust oyida kesilgan bu gala olma. Mana bizga kaltaklar va hosilxonalar bilan ishlash, tanadagi hosil olish jarayonlari qanaqa holatda tus olyapti? Kesilmagan jarayonimiz ham bor. Olamiz. Biz to'g'ri olyapmizmi? Videolarimizni kuzatsangiz, nega baland qo'yib kesilyapti? Buni natijasi nima? Keling o'sha natijasini ham ko'rsatib o'tamiz. Tanadagi hosilxonalarimizni ishlashi, gul kurtaklarimizning ishlashi. Mana sizga o'sha kalta kesilgan 1 santimetr, yarim santimetr qo'yib kesilganini, hurmatli obunachilar, va nihoyat mana Pinkleydi olmamiz juda qiyg'os ochilgan paytida ham yetib kelib qoldik. Daraxtga qanchalik bizda mendagi tajribamdagi meva hosil olish jarayoni tanadan qochirib tanaga hosil olish. Mana e'tibor beramiz qanaqa go'zal holatda har bir tanani bitta bu daraxt bilan ish bitmaydi. Mana boshqalarda ham hammasida ko'rib o'tamiz. Tepada novda qo'ysa qanaqa bo'ladi-yu, yonni o'zida tarab mana bular boylanadi hali. Ozgincha qilinadigan ishlari bor. Bu pastga tushirib boylanadi mana. Kelajakdagi foydalari qanaqa meva kurtaklar bilan ishlayapti? Bu ko'rsatkichni hatto kesilgan bog'lardan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu videomizda. Biz asosan qanday kesishga ana o'shandagina biz yutuqqa erishamiz. Qaychini noto'g'ri urganlik hisobida, mana bu kaltaklarimiz olinmaganlik hisobida mana bu ko'rinishni beryapti bizga. Mana endi o'sha gapimizni isbotga kelamiz. Bu aytganimdek, kimdir kesib ketadi, to'g'ri kesadi. Ikkinchi bir kishi keladida kesuvga qarang. Qanaqa biz yakka liderda qanaqa ishlashimiz kerak? Mana videolarimiz boshida ko'rdik. Qanot shoxlarni go'zal tarbiyalab, qanot shoxlar sizga isboti qarang. Suruvchilar, o'suvchilar qanaqa ko'payib ketgan. Bu nimani hisobiga? Bobonimizning xatosi mana. Tepaga qo'yishlik. Hosili bo'lgan, hosilga qizg'onib qo'ygan. Keyingisi mana. Har bir kaltagimizda kuzatamiz. E'tibor beramiz mana. Tepa qo'yilgan. Mendagi usulda bu narsalar keragi yo'q. Mana qanotdagilarni pishirib olish keraklig edi. Hosilxona pishir. Mana. Tepada ko'tarilgan keragi yo'q, faqat qanot bilan. Qanotda nima qilish kerak edi? Vaqtida haqiqatan bu bog'da o'zim kesgandim. Mendan keyin bir kishi kesdi. Bitta kesuvchilar kesdi. Bizdagi shakl mana bu ko'rinishga tus olish kerak edi mana. Tepa qism keragi yo'q. Bu pastdagini olgandan tepa qismlar keragi yo'q. Hosilga ham qizg'onmasligimiz kerak. Mana. Qanchalik ochiq bo'ladigan bo'lsa, qaytarib o'taman, qarang. Qo'yilgan uchida hosilxonasi bor edi, qo'yilgan tepada ko'tarib ketdi bu. Buni kerak yo'q endi. Qachon qo'yishimiz kerak yuqoriga? E'tibor beramiz, kaltaklarimiz hosilxonaga pishib bo'lgan. Hosilxona kurtaklar bor. Mana bundan aksincha qo'ymaymiz. Nega? Bu ham hosilxona edi. Girdi tepada ko'tarilganlik hisobida, atrof yopiqligini hisobida hammasi qolayotgan hosilxona kaltaklarimiz, gul kurtaklarimiz ko'tarib o'sib ketadi. Biz har galgidek 1 santimetr atrofida qo'yib kesamiz. Endi bunda nima qilamiz? Mana hosilxonamiz uncha-muncha ko'p.
Ob'yomimiz o'ziga yarasha yetarli. Biz olib tashlaymiz. Mana nimaga qo'yib oldik.